Salom aka, bugun biza Sunday Marketga keldik. Gaya Street'dagi. The one which you Dana saw yesterday. Oh my god. Mushkila. I can see. Voy jana buni ko'zim chiroyliligini qaranglar. Tema, blin, qo'llar bilan temasada. Sotib olsang, ol. Har xil qo'llar bilan tegishni shunaqa yomon ko'raman. Infeksiyada bor-ku. Meni mululicha qilib taniydi. Aysha'lim chiroyligini. Mana bunaqa shirin narsa oldik. Bu ko'racha qo'yib qo'ysanglar, kechqurun yonadi. Mana bunaqa. Mana bu tosh yonadi, mana bu yonadi, buni tagidagi yonadi. Ish qilib shunaqa qilib ko'rsa chiroyli bo'ladi dedi. Ishonib oldim 30 ringitga. Skidka qildirib 30-35 edi. Aman asammikin tamam. Hamma tamlilari birga qo'shilgan ekan. I'm from Uzbekistan, not from Russia, sorry. See, I told you. Siapa yang tahu kau bukan Russian? Okay, I'll get this one. Okay. Thank you. Hozir dukilar ko'ryapmiz. Mana bu duki. Mana bu duki juda ham mashhur duki. Original ekan. Hozir tekshirdik. Rostdan ham original ekan. O'shaning uchun afsuski buni olib keta olmayman kattaligi uchun. Kichkinasidan olaman. Bu Dubayniki. Kichkinasi. Mana originalligini kodi. Kitob ko'rishga keldik. Kitoblar ham bor ekan. Menga hozir mana bu yoqyapti. Imam bu yoqyapti. Конечно, yangi kitob emas, eski kitoblar. Lekin kitobni yangi eskisi bo'ladimi? O'qisa bo'lsa bo'ldi-da, to'g'rimi? Xo'p, hozir ovqatlanishga keldik. Kitayskiy restoranga keldik bugun ham. Juda ham mashhur joy ekan. Odamlar boshqa ko'p, очередь Odamlar mana shunaqa очередьda turibdi, ana ko'chada. Dana, look, they don't even let non-halal food inside. Odamlar mana shunaqa очередьlarda turibdi. Biz ham очередьda turib kirdik, lekin biz sal tezroq kirdik. Shunaqa qilib, hozir men o'sha ovqat zakaz qildim. Malayziyada menga yoqqan narsasi, даже xitoycha ovqatlar ham ko'pincha halol ekan. Ya'ni nimada cho'chqa go'shti qo'shilmaydi. Keyin o'shaning uchun xohlagan kitayskiy ovqatni yesam bo'ladi. Koreyada hammasiga почти cho'chqa go'shti qo'shiladi. Da. Acha bugun maza qilib yana kitayskiy ovqat yeymiz. Thank you. Mana okey, men buni yeya olmadim, o'shaning uchun singlim bilan almashib buni yeyishga qaror qildim. Buni uncha ta'mi yo'q, lekin menga shu ko'proq yoqdi. Конечно, men bu nimachalari ichida chikini bor ekanda, chikinli, tipa chuchvarachala deydi, xitoycha. Chuchvarasi yoqmadi, faqat o'shaning uchun men bunaqa miyona bilan nima edi? Ishqilib o'zingizlar tushundinglar. O'sha lag'moni bilan suvni ichyapman. Bu gaya to'st, juda ham mashhur. O'shaning uchun birga yeb ko'ramiz. To'g'risini aytsam, o'sha yeb ko'rdim, ko'rsanglar bo'ladi. Lekin u istoriya uchun edi, Instagram o'sha sizlar uchun ajal yeb ko'raman. Have you tried that? Ichida qoqilib, sariyog' bilan birga qo'shilgan ekan. To'g'risini aytsam, sariyog'ni yoqtirmaganim uchun juda ham ehtiyot bo'lib yeyapman, chunki qo'ynam aytib ketishi mumkin. One is for applying for something. Lekin ta'mi juda ham yaxshi.
Mana tarafini yeyishga qo'rqyapman lekin. Yo'q, ko'ringan uchun. They're having fun. Yeah, shrimp. Yeah, I'm like. Oh. Squeezy. Do the heart. Specify. Vanilla tamli cola. Vanilla tamli cola. What the? Okay, I'm gonna take it. What are you gonna take? Vanilla taste cola. Coke. 한국에서도 있어. Really? 너 못 봤어? 한국에? I've never seen. I want y'all to try the Hazır. in The between. dessert? Yeah. Oy. It's Hazır bize it's like a nimaga they call it ketyapmiz? so it's like a waffle. that Mayda looks like candy. xizmatkorini olib kelishga It's like a ketyapmiz. mixture Uyni between tozalash a kerak. pancake and a waffle. O'shaning It's uchun It's fluffy and crunchy. olib kelib uyni bir tozalab olamiz. Voy. Yeah, and you want boba now? Chan ko'tariladigan narsa va bunaqa skorochni ko'tarmasligi uchun bunaqa taq qilib o'tadigan narsalar bularda rosa baland ekan. Salom hammaga. Bugun yangi otelga ko'chdim. Hozir уже ko'chib bo'ldim, narsalarimni tashladim. Endi hozir qizlar bilan yana shopping qilishga ketyapmiz. Yangi hali bormagan shopping molimizga shopping qilamiz. Bu safar endi kosmetika emas, menimcha kiyimlarni shoppingini qilamiz. No bitta ikkita kosmetika uyga bunaqa nimalarni kerakli narsalarni olib ko'rmoqchimiz. Bugun havo rosa такой quyoshsiz, nima deydi? Bulutli havo bo'lyapti. No yaxshi, hatto yomg'ir yog'mayapti. Okay, H&M ga juda ham katta H&M bor bu yerda. Birinchi H&M ga keldik. Juda ham qiziqdim, to'g'risini aytsam. Malayziyani H&M qanaqa bo'lishiga. Bu hozir bolalarniki, ladies there. Ona qizlarniki. Yoqqa borib ko'ramiz. I'll go to the woman side. Mana bu qizlarniki, chunki har bitta davlatda o'ziga yarasha qilib qilishadi-ku. Bu yerda H&M sal yopiqroq, shunaqaroq deyvanimcha. Chunki rosa qiziq bo'lma qanaqa bo'lishini. Uncha yopiq bo'lmaydi, baribir bu tak amerikanskiy brend bo'lgani uchun, lekin qiziqdim. Stili boshqachalik uchun. To'g'risini aytaman, real review pipet qimmat. Koreyadan ham qimmat kiyimlari. Конечно, chiroyli kiyimlari bor. No, Koreyadan ham qimmatligiga вообще qoyil qoldim. Men hozir bu narxni o'zimni koreyskiy pulimga aylantirsam ham qimmat chiqyapti-da. То есть, Koreyada buni yarim puliga olaman. Masalan, shuni nech pul ekan? 49, $50 ekan. $50 da qizlar. Bu qanaqasiga $50 bo'lishi mumkin? Men buni Koreyada где-то bir 30 mingga olaman. Maksimum 40 ming wonga olaman. Bu bir $25-30 bo'ladi. Qimmat. No, chiroyli narsalar juda ham ko'pligi uchun kim biladi, o'zim ushlab tura olmay yuborishim ham mumkin. Shirinligini qaranglar bularni. Yozga shunaqa chiroyli kiyimlari bor. Asal narsachalari bor ekan. Qaranglar. Canım mana. Buni qaranglar. Qanaqa qilib buni oldida turasizlar keyin. Chiroyligini qaranglar. So pretty. Oyna bormi-ki? Qara oyna. Oyna topenda. Ovqatimiz chiqdi. Bu hozir ko'racha Burger Kingga keldik. Eng zo'r narsa Burger Kingda hamma narsa halol. She didn't want it. Hozir ice cream yeyishga keldik. Afsuski chiroyliligida video olishimiz nasib ketibdi. Da. O'shaning uchun bunaqa ice cream уже yeb bo'ldik почти. Endi yana shopping qilishga boramiz. Is this her skin tone? What? Oh, those NARS pop concealers. They're really good. Just try. Yeah. Hi. Oh, we're just looking to see her shade. Is this kind of her shade? Let me check. I think this one is too dark.
to be a makeup salesperson? Are you putting it on her zit? Yeah. So you put it on a couple of them, and then you let it dry a little bit, and then you blend them out. Okay, let's see. My tongue. Let it air. Okay. Desertimiz keldi. Bu meni eng yaxshi ko'rgan desertim piyoda. Eng yaxshi ko'rgan desertlarimdan bittasi. Короче, mana shu nonni olib, bu zgushonka, bizning zgushonkaga o'xshaydi. Zgushonkaga botirib yeysizlar. Vashshe zo'r. Her grandfather made it. Bu mana shunaqa mevani nimasi? Sharbati. И to'st netsam bunaqa shirin bilan sho'r aralashgan. И в принципе menga yoqadi, yoqmaydi. Ko'proq lekin yoqmaydi to'g'risini aytsam. Lekin bugun o'rtog'im zakaz qilib berdi, o'shaning uchun ichaman. This is Rocky Tishima. Xuddi shunga o'xshaydi, faqat bunaqa qotgani, bunaqa qilingan ekan. Voy, yeb ko'ramiz. I like this one. Everyone just like panchak. Only Rachel not Rachel. So delicious. So demure. Wait, so we still haven't decided. Are we gonna buy something for Saturday here or like McDonald's. Maybe McDonald's for our ice cream actually. wait. Ice cream chiqdi. Hozir ovqat zakaz qildik. Yana bitta memberimiz keldi, uchi. Ovqat zakaz qildik. Endi unga ovqat olib, o'zimizga ice cream olib uyga ketyapmiz. Hozir biz keldik yana. Otelimizga keldik. Ano, magazinga ketyapmiz. Sochim ahvolini qarab tushib ketganman. Yo'q, lekin judayam charchadim. Sochim yig'ib boshlamayman. What's that? There's also a store. But you go to Orange. Hop, hozir sochim nomcha chiqib ketdi. Should we go there? Orange. I just want to like buy something to drink. Okay, magazinga, bu yoqdagi tipa magazinga kelib pul takla. İçki narsa olmoqchiman. Shirinliklarni oldik. Ketyapmiz. Salom hammaga. Bugun erta turdik, aytganimdek. Hozir Island Hoppingga ketyapmiz. U yerda nima qilamiz? Bugungi planlarimiz полностью kunimizni suvda o'tkazish, ya'ni suv o'yinlarini qilamiz. Agar havo yomon bo'lmasa, hozir negadir quyosh yo'q, lekin agar mabodo quyosh chiqmay, yomg'ir yog'may, mana shunaqa bo'lmasa, yomg'ir yog'ib, quyosh chiqmay, yomg'ir yog'ib, shunaqa bo'lmasa, parashyutga o'xshagan narsada uchamiz. Shunaqa narsalar qilamiz bugun. Qolganlari esa plus ikkita yana ostrovga boramiz. Yana ikkita islandga borib, aylanib shunaqa qilib bugun kunimizni o'tkazamiz. Erta turdik, soat 7 da turdik. Hozir soat 7:50 bo'ldi. Hozir taksimizni kutyapmiz. Taksimizni olib, o'rtog'imning uyiga borib, keyin uni mashinasiga o'tirib, hammamiz ketamiz. Bugun yana bitta odam qo'shildi gurbimizga. O'zi ikki kishi kelish kerak edi. Bittasi viza problema bo'lib kela olmadi. Afsus. Ketyapmiz hozir. O'rtog'im uyiga keldik. Endi ketyapmiz. Achki meniki emasligi bilinib turibdi. Tardik. Keldik. Hozir to'lashyapti. Men esa har doimgidek просто videoga olib turibman orqada. Biz hozir ostrovga ketyapmiz, lekin birinchi undan oldin o'sha uzoqlarga qarashib so'rasam, odamlarni o'sha yerga hozir uchaman. Parashyutda.
kill the fish. Sorry to trust me. Not letting go. She's like, oh. But he's like nice. Hop, hozir jetda ham uchdim, hamma narsa qildim. Endi ozgina dam olib kutib turibman, qolganlar uchib bo'lishini, qolgan komandadoshlarimiz uchib bo'lishini. Keyin ostrovga ketamiz. To'g'risini aytsam, chiroyli rasmlar qilmoqchi edim. Endi qila olmayman menimcha. Mayli, chiqsa yo'q. Самое главное, vaqtimizni yaxshi o'tkazdik. Vah, sho'r suv ko'p ichdim. Vashi sho'r ekan. Yiqilgani tushdimi videoga? Yiqilganimni ko'rasizlar. Qanaqa? Даже yiqilganda nafaqat men yiqildim va balki haydovchi ham men bilan birga yiqildi. Uni ham planida birga yiqilishi yo'q edi. Lekin shunaqa bo'lib qoldi. Men bilan даже haydovchilar ham o'zi kutmagan narsalarni nima qiladi, ko'radi. That's fun. No, I'm like, I can hear her scream from here. and she's going on purpose. Voh. Hozir rasmga tushdik. Endi keyingi nimaga boramiz? Keyingi ostrovga ketamiz. Maza qilib cho'mildik, baliqchalarni ko'rdik. Endi rasmga tushdik. Endi ketamiz keyingi ostrovga. Bye, Manukan. Mamutик bu вроде. Bye, Mamutик. Ovqat emas. То есть bu mana ovqatim. Sosiska, guruch и molkoshta. Okay. Bu bizning ovqatimiz. Tarvuzli smuzi, mazza. Ice tarvuzli smuzi. Hozir boya ichuvdik, bizga yoqdi. Yana bir marta zakaz qildik cho'milib bo'lgandan keyin. Mazza. Biz hozir narigi boshqa orolga keldik. Rosa cho'mildik va mazza qildik. Konkretno qoraydim. Zo'r qoraydim qorayganda ham. Bilmadim, shuncha sun krem sursam ham baribir qoraydim. Xitoyliklarga qoyil qolma, yonimizda xitoyliklar bor edi. Shuncha cho'mildi, qoraymadi bor. Yo, alam qilyapti. Biza 5 kishimiz, 1 2 3 4 5 6 5 kishimiz ham. 5 kishimiz hammamiz qoraydik. Hozir yomg'ir yog'ib ketdi, lekin o'zi biza ketadigan payt o'zi почти hech kim qolmadi ostrovda. Qaranglar. Odam juda ham kam. Biza уже ketamiz endi. Ketishimizga mana shunaqa yomg'ir yog'ib bordi. Voy! Tapchkamga oqib ketishiga sal. Yomg'ir yog'yapti. Qoraydim, konkretno zebra bo'ldim. Biz hozir keldik, cho'milib olib, ozgina o'zimizga kelib, endi 3 ta qiz bo'lib ovqatlanishga ketyapmiz. Baqir urib tomog'im dabdalasi chiqib ketdi, tomog'im yo'qolib qoldi. Shunaqa qorayib ketdi. Ужас как. Bo'ynimni qayirib oldim. Nima deyman, mamatim shunaqa og'riyapti. Rasimizdagi restoranlardan bittasiga ketamiz.
Hozir restoranga keldik. Ovqat zakaz qilishga ketishdi. Endi ovqatlanamiz. Qornim ochib ketdi. Ovqatim keldi. Limon choyim bilan ovqatdim. Biz hozir nimaga keldik? Uyda narsalar yeyishga olib ketishga keldik. Quritilgan mevalar, shokolad. Hozir quritilgan narsalar mashhur bo'ldi-ku. Hammasi quritilgan. Hozir biza endi darama ko'rib uxlayman deyotgandim. O'rtog'imni bu yoqda yashaydigan o'rtog'im bilan malayziyalik. Boshqa uni o'rtoqlari bilan hammamiz uni uyida yig'ilib movie night qilmoqchimiz. O'shaning uchun taksi chaqirdik. Hozir ketyapmiz. Kattaligini qaranglar. Bu o'sha zugushonkali o'tgan safar kechaga yuvdik. O'shani kattasi. Kattaligini ko'rasizlar. Wow. Salom hammaga. Hozir ertalab Iman jimga zanimatsiya qilishga keldi. Bu yerda zanimatsiya qilib, orqada ko'rgan bo'lsangiz, mana bu ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, nima bor? Basseyn bor. Keyin basseynga cho'mishga boraman ovqatlanib bo'lib. Hozir уже ovqat zakaz qilib qo'ydim. O'shaning uchun birinchi zanimatsiya qilaman ozgina, и потом ovqatlanib, cho'milib, shunaqa vaqt o'tkazaman. Bugun oxirgi kunim deb hisoblasam ham bo'ladi bu yerda, Malayziyada. Ertaga уже uchib ketamiz. Ertaga kechki payt uchib ketamiz. Uni полный kun, bugun oxirgi kun. O'shaning uchun bugun bitta-ikkita qiladigan ishlarimiz ham bor. Ovqatimiz keldi. French fries mana bunaqa paketga solib olib keldi. Birinchi marta bunaqa ko'rishim. Lekin bilmadim, yeb ko'raychi. Ta'mi yomon emas, lekin baba. Yoqmadi menga qarab yegani. But no. Oh, chili. There's tomato. You want more tomato? No. No, one is more than enough. Ta'mi yomon emas, I have chili. qaragan kichkina, ancha kichkina. We have one. Lekin narxi почти bir xil. Hozir cho'milishga keldim. Ovqatlanib bo'lganimdan keyin ozgina quyosh botishini kutdim. Quyosh hali botishiga ancha bor, soat 3 hali. Lekin hajabi nima deydi, sal bulutli havo bo'ldi, o'shaning uchun cho'milishga keldim. Yopib qo'yishganmi? Hozir cho'milishga keldim. Basseynimiz 11-etajda, ya'ni tomda. Mazza kichkina yo'q ekan, o'zim cho'milaman endi. Hozir biz vintage nimaga stolga keldik. Juda ham katta, bomni qaranglar. Yo'q. Короче, juda ham katta vintage nimaga keldik. Vintajni такой stolga keldik. Hozir aylanib yuribman. O'zi vintage narsalar uncha olmayman, to'g'risini aytsam. Uncha emas, почти olmayman. Lekin Malayziyada bo'lganim uchun why not dedim. Bitta ko'raychi, agar nimadir juda ham yoqsa, unda olaman. Agar prям juda ham yoqsa, agar desam olmayman. Как и ожидалось, hech narsa topa olganim yo'q. Endi ketyapmiz ovqatlanishga. Hozir keldik. Yomg'ir yog'ishini. Bir necha sekund kirishda уже g'ul bo'lib ketdi. Ужас. He was like something green. Qo'rilgan qo'ziqorin va nima edi? Kolani ustida ice cream. Необычный narsalar. Bu strawberryli, bu kolali. Men kolali zakaz qildim. Bu meniki emas. Taco zakaz qildim, ovqatim chiqdi. Qovurilgan bananlar. Ko'rmaganga olamiz. Menga bu safargi ko'proq yoqdi.
Saytdan zakaz qilganimiz haqida. Mazza. Matcha bilan shon aralashgan o'xshaydi. What's that? Is it Malay dessert? Malaysia dessert? This one? Malaysia dessert. I like it. Delicious. Very delicious. Very delicious. Hozir soat 2 bo'ldi. 2dan o'tdi. Biz endi o'rtog'imning uyidan keldik. Ertaga uchib ketishimiz kerak. Hali kiyimlarimni yig'ishtirganim ham yo'q. Ужас. Salom aka. Biz va nihoyat ketamiz. Bu tarafga. This side. Yeah, we have to put. Naski bilan tapchika kiygan odamni ko'rganmisizlar? Bunaqa odam nima deyishadi bilasizlarmi? Qishloqqa. Mayli, hazillashdim. Tak было удобнее. Так как кроссовками kiyishim kerak edi, lekin hozir krossovkamni qo'limga oldim. O'rtog'imning uyiga boramizda. O'sha yerda keyin narsalarimni yig'ishtiraman. Hozir narsalarimni yig'ishtirmaganman. Hozir taksi kelishini kutyapmiz. O'zi 3 minut deb ko'rsatuvdi, hozir 7 minut bo'lib qoldi. O'shancha o'tirib kutib o'tiribmiz. Judayam uyqusiraman, uyqum kelyapti. Chunki kecha kechqurun soat 3larda uxlaganmiz. Soat 9da turdik. Конечно, yaxshi ko'rgan shokoladimdan 4 ta oldim. Keyin faqat shetda uchraydigan KitKat. То есть boshqa joylarda yo'q, bitta shu Sabaxda bor KitKatdan oldim. Biz hozir Imagoga keldik. Bitta ikkita oladigan narsalarimiz bor. O'zi ko'rib qo'ygan, o'shalarni olib ketamiz. Narsalarimizni o'zi yig'ib bo'ldik. Okey, hozir mana Victoria's Secret'dan duxi oldim. Shuni olmoqchi edim o'zi. Endi suvenir olishga ketamiz. Suvenir olishga keldik. Hozir mana shunaqa har xil nimalar oldim. Nima edi? Suvenirlar oldim, yeydigan shokoladlar oldim. Endi ketamiz ovqatlanishga. Bugun kuni bilan ovqatlanganimiz yo'q. Hozir oldim. Endi ketyapmiz. Hozir vaqtimiz qolmagani uchun Imagoning shuni ichida ovqatlanib ketamiz. Ovqat hozir kutishgan vaqtimiz bo'lgani uchun o'zi tayyor mana bunaqa pizzalar bor ekan, shuni olib ketamiz. Taksi kelishini kutyapmiz. Qornimni to'ydirib oldim. Endi hamma shoppinglarimni qilib oldim. Endi xudo xolasa narsalarimizni hozir kilogrammlarini o'lchab, hammasini yana bir chek qilib olib ketamiz hammasini. Soat 6da uchishimiz kerak. O'shanga ketamiz. Bye, Kuala. Bye, Kota Kinabalu. Ketyapmiz. 30 ta o'zi ham tekshiruvdan o'tdik. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Birinchi marta yomg'irli havoda uchib ko'raman. Aniqdan yana yomg'ir, juda ham bulutli havo kelyapti. Eson-omon yetib olaylik ish qilib. Hozir o'tirdik. Tekshiruvlari juda ham ko'p ekan. Juda bir 4 tami 5 ta tekshiruvdan o'tdik. Aeroportga kirishda, kirgandan keyin, check-in qilgandan keyin, check-in qilayotganda, check-in qilgandan keyin, o'sha check-in qilib pasportni nimalardan, pechatlardan o'tgandan keyin ham narsalarimizni tekshirishdi. Hamma joy o'chirik. Kirayotgan narsalarimizni, undan keyin kirib bo'lganimizdan keyin samolyotga kirishdan oldingi yana bitta etapda yana dokumentlarimizni tekshirdi. Ish qilib juda ham ko'p tekshirishdi. Вообще boshlarim og'rib ketdi bor. Rosa ko'p tekshirishdi. Yonimga hech kim o'tirmasin deb turdim, ish qilib mana ikkita odam keldi, meni yonimga o'tirmasin deb ish qilib.
keldik, biza keldik. Aholima qaranglar. Qachon mashina qilib qo'ydik? Voy xudo, 5 soatda. Bunaqa charchadim. Где-то bir 15 minut uxlayman, turib ketaman. Shunaqa qilib, hamma joyim qiyshayib, bo'lishayib, zo'rg'a yetib oldim. Keldik. Endi hozir narsalarimizni olib taksi chaqirib ketamiz. Biz keldik. Hozir narsalarimizni olamiz. Bagajlarimizni olib ketamiz. Voy juda ham uyqusirayotgandim, xatir ancha o'zimga ketib qoldim. Lekin uyga borib konkretno uxlayman. Taksimizni kutyapmiz. This is right.